Shunday qilib, Mina hamma narsani ijtimoiy tarmoqdan o'g'irlagan. Janob Iyunning unashtirilgan qizining ijtimoiy tarmog'idan Mina yuklagan barcha suratlar uydirma bo'lib chiqdi. Rostdanmi? Uning boshqa akkaunti bor edi. Shu akkauntda barcha kesilgan yuzlar bor. Janob Iyun, siz ham aqldan ozganmisiz? Men juda afsusdaman. Agar uylansangiz yaxshi bo'ladi. Shunday ekan, keling, avvalgi holatga qaytaylik. 계속 예전처럼 지내요. 네? Hoy, bu nima? Nima uchun bu trendkal so'zlarning tepasida? Axir bu mashhur emas demaganmidingiz? Bu haqida maqola bor ekan. 2002-yilda hammaning e'tiborini tortgan fantastik hikoyaning yakuni 15 yildan keyin ma'lum bo'ldi. Hozir 40-50 yoshlardagi barchaning e'tiborida aynan shu hikoya. Hikoya ko'plab ko'rishlarga ega bo'ldi. 하필 이 타이밍에 와 진짜 소름. Roman tahlili. Choi In-hunning Maydon romani. 광장 이문으로 Hoy, sizlar hali ham mana shunday narsalar qilasizmi? Juda qiyin. Buning o'rniga nega internet romanlarini olmaysiz? Bular qiziqarli axir. 재밌지. Oyi, qo'rqib ketdim. Bu yerda nima qilyapsiz? 야, 와 뭐해? 뭐? Salom barchaga, mening ismim Nanchi. Bugun men ajoyib ko'rinishlar tayyorladim. Bular haddan tashqari emas, lekin juda yoqimli. Men buni shaftoli xushbo'y konfet padozi deb atayman. Bizda yuzimiz orqali taassurot qoldirish juda muhimdir. Bu mening birinchi uchrashuvim bo'lgani uchun bo'yanishim kerak. 메이크업? 데이트 메이크업? 응? 궁금해. 에이 맞네. 에이. Biram zerikarli. 그래도 예쁘게. Xo'sh, chiroyli. Men nima qilaman? Biror narsa o'rgat. 아니지. Bu birinchi navbatda. O, yaxshi, mening yuzim yorqin bo'ldi. Men ko'proq surib yubordimmi? Guhi-chi? Guhi. Uni yolg'iz qoldiring. U nimadir bilan band. 가만 있어봐. Yaqinda Guhining tug'ilgan kuni emasmi? 아닌가? To'g'ri. O'tgan safargidek esimizdan chiqib ketmasligi kerak. U hozir o'rta maktabda o'qiyapti. Uning tug'ilgan kunini nishonlashimiz kerak. Guhi, yaxshimisan? Uzr so'rayman. Yuragim juda qattiq uryaptimi? Yaxshimisan? Ha, men yaxshiman, faqat biroz boshimga tegdi. Haqiqatan ham yaxshimisan? Ha. 가자.
Kel, ovqatlanaylik. Men senga nimadir sotib olib beraman. Nima yeyishni istaysan? Bilmadim. Nima yeyishimiz kerak? Qani ketdik. 셀프 파이즈. Hoy, ana yigitni qara, juda chiroyli ekan. Ha, u baland bo'yli va juda kelishgan ekan. U o'rta maktab o'quvchisiga o'xshaydi. Balki u bilan gaplashib ko'rarmiz. Shu yuzing bilanmi? Sen o'zingni shunchaki sharmanda qilasan. Uning qiz do'sti juda chiroyli bo'lsa kerak. Albatta. Hoy, kim u? U uning qiz do'stimi? Ular bir-biriga yarashmaydi. 왜 그래? Tinchlikmi, senga nima bo'ldi? 아니, Yo'q, menda hammasi joyida. Men juda tartibsiz ovqatlanyapmanmi? 너 어떻게 먹는 것도 Sen ovqatlanganingda ham juda chiroylisan. 내일은 뭐해? Ertaga qanday rejalaring bor? 나 내일 덕 Dukki va men Elvo akani suratga olish jarayonini tomosha qilish uchun boramiz. Demak, ertaga men seni ko'ra olmaymanmi? Bu juda yomon. Biz bilan borishni xohlaysanmi? Borsam maylimi? Albatta. 뭐 마음에 드는 Bu senga yoqdimi? Bunisi yoki bunisi? Yo'q, unchalik chiroyli emas. Qani ketdik. Ketdik, bular chiroyli emas. Kira qol. Yo'q, avval sen. Kirsang-chi. Yo'q, avval sen u yoqdan ketishing kerak. Hogohi. 이거 좀 Bular senga yoqishi aniq, ovqatlanib ol. Rahmat. 그래. Ota-onang nima bilan shug'ullanadi? Oying nega undan bu haqida so'rayapsiz? Chunki u sening do'sting. 아버지는 Otam kichik biznes bilan shug'ullanadi, oyim esa uy bekasi. 어쩜 이렇게 Sen juda chiroyli ekansan. Eshitishimcha juda yaxshi o'qirkansan. 한다면서? Oyijon, iltimos. Nima? Yana biroz turing. Ketdik, Jihun. Nima? Sen yigitingga mehribonlik qilyapsanmi? Unday emas. Yaxshi, xayr. Xayr, tez-tez kelib tur, xo'pmi? U juda chiroyli. Sendan uzr so'rayman oyim uchun. 아니야. Hech qisi yo'q. Oyim juda yoqimtoy ayol ekan. O'ylaymanki sen ham uning izidan ketasan. 아 참.
Ha, aytgancha qayerda qoldi? Nimanidir yo'qotdingmi? 나 먼저 갈게. Ko'rishguncha. Siz meni uning oldida sharmanda qildingiz. Men nima qildim? Menga qara, u seni chindan ham yoqtiradimi? Bilmayman. Nega so'rayapsiz? Chunki u sen uchun juda ham yaxshi odam. Oyi, uni yo'qotib qo'ymaslikka harakat qil. Chunki u sening lotereya yutug'ing. Oyi, siz haqiqatan ham mening oyimisiz? Men buni senga haqiqiy onang bo'lganim uchun aytayapman. Aka, men shu yerdaman. Salom. Men sizning muxlisingizman. Rasmga tushsak bo'ladimi? Sen biz tufayli bu yerga kelganingni unutma. 네가 지은이 Ha, sen Jihon bo'lsang kerak. Sen haqingda ko'p eshitganman. 이런 데서 만날 줄 몰랐는데. 오, 완전 데스티니다. 유라 선배가 지훈이한테 관심 있는 것 같지 않아? 대충 촬영해야 한다고 해서 먼저 가봐야 돼. 너 오늘 혼자 가야겠다. 나 오늘 먼저 갈게. 정신 차려. 너 그래가지고 지훈이 한유라한테 지킬 수나 있겠어? 야, 큰일 났어. 말도 안 돼. 이게 지훈이라고? 이제 날 믿어 이전의 나의 기억도 다 잊어